Mayma sizga tuz beraverdim, tuzlab yeng. Birinchi dovchadan boshlaymiz. Dovcha desam, dovchaga ham o'xshamaydi. Ko'k sulton desam, ko'k sultonga ham o'xshamaydi. Вообще необычный вкус. Вообще молодец. İçini görsün ha, iç qanaqa uni. Yaxshi Shu ekan. kunida yegisi keladiganlar uchun, dovcha qidirib yurganlar uchun xuddi shuni maslahat beraman. Qayerda bor bundan? Videoni oxirigacha ko'ringlar, oxirida aytaman. Ko'k sulton, dovcha bilan ko'k sulton qanaqa ketsa ekan, a? Kattaligini qaranglar. Bismillah. Необычный, прям. O'sha nimani olasizlar lekin. 2 qatlar, toksikoz bo'lganlar o'sha ta'mni olasizlar 100%. Yaxshimi ta'mi? Yo'q. Bir donasini ichib endi buni. Sizlarga aytaymi, shunisi o'zi qancha? Ko'rgan yo'q, bitta yeyman ham. Shuni o'zi 165 ming.